4 o'g'lim bor. Shu Mhm. uydagilar telefon qilgan paytda uydagilariga men boshqa joydaman, boshqa ishlar bilan yuribman, ish qilib yuribman deb uydagilarni juda ham ko'p aldaydi. Shunaqalarga qanaqa maslahat bera olasiz? Mhm. Yoshlari nechida? 18, Aha. 19 atrofi. Mhm. Demak, ular yosh bola emaslar. Bu yerda yolg'on gapirilyaptimi? Demak, tanlov bo'lyapti. Ya'ni yolg'on gapirish tanlanyapti. Endi buni ildiziga qaraydigan bo'lsak, bu qachon boshlangan? Bu aslida oilada bolalikdan boshlanadi. Oilada asosan bizni, ya'ni biz ota-onalar bilmagan holatda boshlab qo'yamiz. Va'damizda turmaslikdan, bu yerga olib boraman deb olib bormaslikdan yoki bu yerga olib boryapman deb boshqa joyga olib borishdan bolada aldash mumkin ekan, yolg'on gapirish mumkin ekan degan tushuncha paydo bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, agar oilada bosim bo'ladigan bo'lsa, mana bu bola ko'proq bosimni his qiladi, nazoratni his qiladi, tushunyapsizda? Nazoratni his qilmasligi uchun vaziyatni